Usko aka? Inspektor Abdulayev charchamayapsizmi? İşleringiz zo'rmi? Nazorat talqasida o'tadi. Me'yor hujjatlaringizni taqdim qiling. Xizmatga o'g'lamangiz kerak. Chekkaga o'g'lay. Chekkaga olib qo'ying. Xizmatga o'g'laman kerakmi? Nimanda aka, nidonlisiz ishlayotgan faoliyatingizdan, ishingizdan. Yomon qarayapsiz, bilmasam yangi ham to'xtatdingiz, alkotesterim qolib ketibdi, palon bo'pti deb. To'xtatgan yo'q. Ha? To'xtatgan yo'q sizni. Aniqmi? Aniq. Ko'rmaylarmi deyman? Yo'q, ichmasligimiz ma'lum-ku. Qarang-da aka. Nargi mashinada ketibdi-da, nargi mashinada. Nima ketibdi? Alkotester ketibdi. Yo'q, kichik serjant Abdurahimov Akbar Erali o'g'li. Amal qilish muddatini ko'rsak maylimi aka? Qo'lingiz bilan ko'rinmayapti, buyruq ko'rsating. Bo'ldi, ha. Ko'krak nishoningiz? Aytib yuborasizmi uni, mana seriya raqamini aka? Ko'rinyaptimi sizga? Bo'ldi. Bo'lmabdi-da aka. Mana aka. Shunga boramiz. Boykalarga ham aytib qo'ying. Sababmi? Salgina tushiring. Nima sabab? Hujjatlarni olishga. Mana aka, hujjatni cherdan olsa bo'ladi aka. Bo'lmayapti-da. Bo'ladi, nima bo'lmaydi, berdim qo'llariga. E'tirozingiz bo'lsa ayting, e'tirozim bor. Beryapman-ku, nima qilyapman? Nima migalkasi yo'lmagan holatda turibdi? Nima qilganda? Ha? Hayotda nimaga Yo'q, nidonli emas, men sizga savol beryapsiz davlat xodimi? nima deyapman? Noto'g'ri javob beryapmanman. Erga Ha? yozadi migalkasi yo'q. Yozilganda. Bo'ldi. Hurmatli yo'l patrul xizmati xodimi, Ichki ishlar organlari to'g'risidagi 9-modda ochiqlik va shaffoflik prinsipi. Ichki ishlar organlari o'z faoliyatini ochiq va shaffof tarzda davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, boshqa tashkilotlar va fuqarolar, shuningdek ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda amalga oshiradi. Sizlar 9-modda ochiqlik va shaffoflik prinsipi bilan ochiq tarzda xizmat olib borishlaring kerak. Migalkalar yongan holatda bo'lishi kerak. Sizlar turib olgansizlar, kechasiga migalkalarni o'chirib, oldindan kelayotgan haydovchi yo'lda o'rtasiga chiqib olgansizlar, ko'rmasligi mumkin. O'rtada turib olib ichgansizmi, yo'qmi? Shu gap bo'lsa, shu gap. Siz o'zingizni tanishtiring, men siz bilan gaplashayotganim yo'q. Tanishtirgan siz bilan gaplashyapti emas. Siz gapirmang-da bo'lmasam. Siz derazaga Mana sheg'am hurmat shuna kelib turibdilar sheg'am. tushirishingiz kerak sal. Men aka, menga qarang. Men o'z sizga savol beraman-da sizga. Javob bera olasizmi, yo'qmi? Javob beraman savolingizga. Oldi sotdi qilingan mashinga sug'urta kerakmi, yo'qmi? Shu savolga javob bering-da. Ha? 10 kun ichida? 10 kungacha so'ralmaydi. Bo'lmasa sizni sudga bersak bo'lar ekanda. Sizni bitta qilgan bayonnomangiz turibdi-da, sizni Darbanpozga aldab 20 marta sudga bersangiz. Ha, mayli. Videoni oxirida bu xodim menga videoni bironta joyini noto'g'ri talqinda chiqarsangiz, men iminna o'zim sizda ustingizdan sudga arza qilaman degan. Siz oldi sotdi qilinib kelayotgan mashinga majburiy sug'urtaga deb, sug'urtasi yo'q deb jarima qilgansiz Darbanpozga ushlab. Agar siz u masalalarni qo'yib turaylik, mana shu masalani qonuniy tarzda sudga olib chiqing. Bodi kamerangiz bilan qonun kim haq, kim nohaq, qonuniy jarima qilgansizmi, yo'qmi sudga isbotlaymiz. Mana shu jarimani iminda mana shu YPX xodimi qilgan, majburiy sug'urtangiz yo'q deb jarima qilgan. Bu haydovchini aybi faqat videoga olmaganligi bo'lgan. Videoga olganga biz bemalol sudga bersak bo'lar edi. Mana shu mashin iminda mana shu jarima qilingan kunga oldi sotdi qilinib kelayotgan bo'lgan. Bu xodim aytayapti, 10 kungacha yurishga ruxsatingiz bor deyapti. Qonun. Nima uchun siz jarima qildingiz? Mana shu oldi sotdi qilinib kelayotgan mashinga o'sha kunda o'ziga majburiy sug'urta deb jarima qilgansiz. Maqsad nima bo'lyapti bu yerga? Keling, uyxonani ham ko'raylik. Ikkita xolis to'xtating. Siz ishtirok etsangiz shart emas xolis. Qayerga yozib qo'yibdi? Xolis bilan tekshiriladi. Men sizga ko'rsatishga majbur emasman-ku. Gapingizni qarang. Dedingiz-da. Siz nima dedingiz? Alkotestimiz mashinga qo'yib ketibdi. Opkeng siz o'z managa 0 ishlayapsizlar-ku. Nima qilasiz? Men hujjatimda olib garan qilib aka, o'zingizda ham vaqtingizda olib, meni ham vaqtimda olyapsiz. Nima keragi bor aka? Uyxonani birga ko'raylik, yo'q. Yo'q, mayli, xolis to'xtating, ko'rayveramiz aka. Ikkita xolis to'xtatasiz, ko'rayveramiz, muammosi yo'q. Bo'ldi, to'xtating, ko'ramiz.
Aka navan shayx ko'rgilari kelib ko'rsinlar. Ispitani qog'ozini bering, gaz hujjati. Chiqmayapti? Qarang, siz Yo'q, chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Siz ayting, sababini bo'ldi. Transport vositangizda yoqilg'i turi chiqadi bunga. Xo'p. Har 2 yilda yoki 3 yilda gaz balon tekshiruvi bor. Bitta gaz Yo'q, balon. sizdan chiqmayaptimi? Siz eshiting oxirigacha, keyin Xo'p. gapiramiz. Eshityapman mana. 10 yilgacha ishlatishingiz mumkin gaz balonni. Hurmatli YPX xodimi, ma'lumot o'rnida shuni eslatib o'tamizki, metan ballonlarni ishlab chiqarilgan yildan boshlab 10 yil emas, 15 yil mobaynida foydalanish mumkin. Lekin har 2 yilda gaz balon ispitlanasi tekshiruvi bo'ladi. O'sha qog'oz variantini ko'rsating. Bizda Sizga chiqmayaptimi? Bo'ldi, chiqmayapti deb jarima qiling bo'ldi. Jarima qilaman deyapman. Qog'oz variantini ko'raylik. Yo'q, qog'oz varianti uyga uni. Sizni ogohlantiraman deyapman. Yana 1-2 yildan keyin agar so'rovga yaqinlashib qolgan bo'lsa. Men sizga nima deyapman? Sizni tushundim. Siz qog'ozni olib ko'raman deyapsiz. Men qog'ozi yo'q deyapman sizga. Ogohlantiraman deyapman. Xo'p. Nechinchi modda bilan ogohlantirasiz? Yo'qmi sizlar? Yo'q, bor menga. Siz sababini ayting. Bor menga. Siz bayonnoma rasmiylashtirmoqchisiz, shundaymi? Yo'q, bayonnoma. Beg'obga telefonni ber. Hujjatingizni. Hammasi joyida ekan. Metan bor. Bo'ldimi, muammo yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringday gaz ballonimda spitaniya qog'ozlarigacha hammasi chiqib kelyapti. Men mashinamda gaz ballonini spitaniyadan o'tkazdirgan vaqtimda o'zida gayini bazasidan borib planshetiga urdirib tekshirib ko'rganman. Haqiqatan spitaniyadan o'tkazilganmi, yo'qmi? Texnik ko'rikdan shu o'tkazilganmi, yo'qmi? Hammasi bazada chiqib kelgan. Menga bu xodim qandaydir vajlarni qo'yib, meni aldov yo'li bilan jarima qilmoqchi bo'layapti-da. Spitaniya qog'ozingizdan. Hozir men bunga yo'q spitaniya qog'ozim olmaganman desam, qandaydir vajlar bilan jarima qilish kerak. Lekin planshetida chiqib kelib turibdi. So'rayapman, muammo yo'qmi, kamchilik yo'qmi hujjatimda desam, yo'q deb qaytarib beryapti qo'limga. Siz birinchi yangi sho'rsoyga, yo'q, Jamshid aka bek sho'rsoyga alkotestirib kelaman dedi. Olib keng siz. Siz maqsad o'z jarima qilish bo'lyapti. Qancha to'xtatdim? Isbotingizni qo'yib beraymi sizga? Qo'yib beray. Ha? Ko'rmaylarmi deyman? Yo'q, ichmasligimiz ma'lum-ku. Qarang-da aka. Nargi mashinada ketibdi-da, nargi mashinada. Nima ketibdi? Alkotestir ketibdi. Yo, siz xizmatga olmaysiz, ko'rsatmaysizmi? Ko'rsataman. Ko'rsating. O'z turishga haqqingiz bormi? Axborot xizmatidan so'ra. Men navbatchilik qismi nomerini bering, kechasi mahallaning ichiga turishga haqqingiz bormi? Axborot xizmatidan so'ra olasiz, bemalol hurmatli fuqaro. Internetga chiqaraman sizni. E'tirozingiz yo'qmi hech qanday? E'tirozim yo'q. Bu yerdan kelasizmi? Men ko'zim o'tmaydi u xizmatga olmangizni o'qishga. Fanar yoqasida ichida. Videongni yo'qtajam. Qarang, Olib kelsin. sizda olgan videongiz bor-ku, Sizlarga. ijtimoiy tarmoqqa qo'ysangiz o'zingizda Aka, Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. qarang, qonunni 15-bandiga asosan siz amal qilmasangiz, o'zingizga nisbatan chora Obro'sizlantirib deyilgan. Obro'sizlantirib. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi 9-modda bor. Obro'sizlantirib bo'ladimi? Siz aytgan tartibda bo'ladimi? Hozir men obro'sizlantirib chiqaryapganim yo'q. Sizga hozir nima ma'no maqsad? Sizga videoga olib Nima deyapman? Videoni nima uchun olapsiz deyapsiz? Videoni olishimga siz qarshilik qila olmaysiz. Videoni o'zim uchun olyapman. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 33-moddasi bor. Erkinlik huquqi, axborot olish va tarqatish, har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega deb qo'yibdi. Har kim fikrlashi, so'z va e'tiqod erkinligiga ega deb qo'yibdi. Uni menga siz cheklab qo'ya olmaysiz. Nima to'g'ri talqinda chiqaryapman. E'tirozingiz bormi? Sudga bering siz ham. Siz ham sudga berishga haqqingiz bor. Beravering. Shuning uchun Beravering. siz ham o'zingizda Beravering. qonun doirasida Aka, Konstitutsiyaning 33-moddasi bor. To'g'rimi? Bo'ldi, bilsangiz nima qilasiz? Jamoatchilik nazorati bo'yicha o'zingiz qonun. Aka, men sizdan so'rab chiqarmayman. Sizdan so'rab chiqarmayman. chiqarasiz. Unday joyi yo'q. Unday joyi yo'q. Bo'ldi. Mana video ertaga internetga chiqadi. Shuna YouTube'ga yozsangiz chiqib keladi. E'tirozingiz bo'lsa, sudga beramiz. Qarang, bitta banda agar noto'g'ri talqin berilsa, men sizning ustingizga o'zim shikoyat beraman. Bemalol. Bemalol. Uni sizga ham, menga ham siz ham cheklolmaysiz. Sizga men ham cheklolmayman. Lekin ana shu otamga rahmat bo'lsa, noto'g'ri talqin deyilgan aka. Tushundingizmi? Siz adashmang.
Birinchidan aka, ikkinchidan bek to'xtatyaptilar. Siz to'xtatmayapsiz. Siz bilan gaplashishga majbur emasman deyapman aka. Tushunasizmi? Nimaga majburman? Siz to'xtatdingizmi? Siz to'xtatdingizmi? Siz to'xtatdingiz. Bo'ldi, siz bilan gaplashaman-da. Sog' bo'ling, salomat. Videomiz shundan iborat bo'libdiki, bu yerda YPX xodimlarini kamsitish yo obro'sizlantirib chiqarilmayapti. Qonuniy tarzda, qonunda belgilangan tarzda xizmat olib borsa, bularga hech kim qarshilik ko'rsatmaydi. Muomala bilan, hurmat-izzat bilan men hurmat qilyapman. Lekin iminda mana shu to'xtatgan YPX xodimi yolg'on gapirib, men sizni to'xtatganim yo'q-ku deyapti. Men isboti bilan qo'yib beryapman. Bu Surxondaryo viloyati Boysun tumanida Sho'rsoy mahallasining ichida migalkalarni o'chirgan holatda turib to'xtatdi. Imindan mashinamdan tushirmoqchi bo'ldi, lekin men ichmaganman. Bunisi oldiga o'tayapti, bunisi haydang ichmagan istayapti. Yana aylanib shaharda boryapman. Shaharda yana shular turib olib, mana shu holat yuzaga kelib chiqapti. Men sizni to'xtatmabman-ku deyapti, yolg'on vajlarni qo'yapti. Ayb topolmay gasibdan qog'ozlarimni so'rayapti. Meni hujjatlarimda hammasi to'liq tarzda. Hammasi bor hujjatlarimda. Lekin nima keragi bor? Qonuniy xizmat olib borilsa, to'g'ri muomalada xizmat olib borilsa, ayrim qo'shtirnoq ichidagi xodimlar bor, muomala yo'q. Qandaydir vajlarni qo'yib, zo'ravonlik bilan jarima qilyapti. Hurmatli yo'l patrul xizmati xodimlari, to'g'ri sizlar ham bo'lmasalarni qanchadan qancha avtohalokatlarni oldini olasizlar, qanchadan qancha qoidabuzarliklarni oldini olasizlar. To'g'ri haydovchilarni tartibga solib turasizlar, jamoat xavfsizligini ta'minlab turasizlar. Kattadan katta rahmat. Oilalaringni, bolalaringni oldiga bormay kecha-yu kunduz xizmatdasizlar, to'g'ri tushunamiz. Lekin qonuniy tarzda xizmat olib borishga iloji bor-ku. Muhtaram prezidentimiz shuncha shart-sharoitlar yaratib beryaptilar. Shu o'zimizning O'zbekiston Respublikamizning konstitutsiyalarini, qonunlarimizni inobatga olgan holda qonuniy xizmat olib borishga iloji bor-ku. Biz sizlardan shuni iltimos qilib qolamiz. Barcha haydovchilar shuni iltimos qilib qolamiz. Qonuniy xizmat olib boringlar. Ochiq tarzda, migalkalar yongan holatda xizmat olib boringlar. Hech kim sizlarga hech qanaqangi e'tiroz ham bildirmaydi, boshqa ham bildirmaydi. Qoidabuzarlikka amin bo'lib jarima qilsa o'zi tushunib yetadi hammani. Sizlardan shuni iltimos qilib qolamiz. Bo'ldi, boshqa narsa bizga kerak emas.